Sen bekor xavotir olsan. O'zi yetkazadi dedim. Hozir hammasi yaxshi bo'lyapti-ku mana. To'xtab tur. Assalomu alaykum, G'ulom aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Nima o'tirish bu, G'ulom aka? Sog'lig'imga tikilib olish uchun ozgina pul kerak edi. O'shanga chiqdik. Aka, siz qudandali odamsiz. Men bo'lmabdi unaqa o'tirish sizga, G'ulom aka. Boshqa ish qo'limdan kelmaydi. Aka. Assalomu alaykum. Bir minut mumkin? Bir minut, G'ulom aka. Bo'ladimi, aka? Bilaman, bunaqa tilamchilik ko'payib qolgan aka ko'chada, lekin hamma oldida bunaqa baqirib tashlashingiz chiroyli ko'rinmayapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya o'rtoq, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Qo'shnimlar bilaman. Qo'shningiz? Bolalari toparmon, tutarmon. Meni endi ko'nglim g'alati bo'lib ketdi. Borib so'rayman, nima bo'lyapti dedi. Farzandlar bo'lmasa, sog'liqlaridan pul ustun qo'yib qo'yishibdi-da. Shunaqa ko'rmaysizmi? Mayli aka bo'lmasa. Bo'ldi aka, noto'g'ri tushunmang. Onam yana mazalari qochdimi? Tashxislar qo'yilgan, operatsiya qilish kerak. Nima cho'zasizlar? Aka ko'ryapsiz, hozir pul topishni o'zi bo'lmayapti. Operatsiyaga pulni yig'ib yuribmiz. Shu bir hafta 10 kunlarda operatsiya qildiramiz. 3 kun ichida yana yuraklar pristup beradigan bo'lsa, ahvollari og'irlashib qoladi-kan. Tushunarli aka. Harakatinglarni tezlashtiringlar. O'rtoq, senga oylik tushmadimi? Eshitmadingmi, o'rtoq? Oylik 10 kundan keyin tushadigan bo'pti. Bank bilan qanaqadir muammo bo'layotgan ekan. Tushganda shu bitta muammolarni bitirib olardim-da. Gapirma, o'rtoq. Yoz yaxshimisan? Yaxshimisiz? Buxgalterni ko'rmadingmi? Xonasida yo'q ekan. Obedgacha ishga zo'rlar, ketib bo'lgan. Mayli. 15 million. 2-3 oyda aniq qaytaraman. Aniq ishlarimni yo'lga qo'yib olib qaytaraman. Sharoiting yo'qmidi? Bo'l, rahmat. Men yaxshiman. O'rtoqlaringdan pul so'rab ovora bo'lmagan? Xo'p, ona. Xavf so'ramayman. Lekin siz o'ylamang, erkak kishiman-ku. Va bitta yo'lini topamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Avallaymiz ona. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib turing. O'zbekiston bo'ylab yetkazib xizmat mutaqabbil. Daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'taynakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Kitobimiz Qur'on Karimni o'zlashtira olmayotganlar